Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli ve muvaffaq qilishi bilan yeni bir aile qurush munosabatida hammamiz o'ltiribdimiz. Allah subhanahu wa ta'ala bugün to'y bo'lgan qiz yigitni baxt saodat bilan to'lgan hayot yashashga nasib qilsin. Bularni har xil fitna fasoddan, har xil ziddiyatlardan Allah subhanahu wa ta'ala o'z fazli bilan saqlasin. Yuqorida talab qilingan so'z bo'yicha nurg'un insonlar to'y qiladi, mushari o'ltag'an nurg'un oilaliklar ham bor. To'y qilish, oila qurish Allah subhanahu va taolo bütün jonliq, jonsiz maxluqlarni Qur'oni Karimda ayol qilib yaratganligi, har qanday narsaninki juplashirganligini Allah subhanahu va taolo bayon qilgan. Xalaqaz zawjayni zakara val unsa deydi. Meyli insan, meyli hayvan, meyli jonliq, jonsiz har qanday narsa cho'qim bu yerda bunun içinde erlik ve ayollik yoki erkeklik yoki kishilik bu sifatga tepirdi. Hatta üsümlik mu cho'qim shamolning chiqishi bilan odatda erkek üsümliklarninki shamolning kuchi bilan tarish orqali bu mu ko'paydi. Yani minas shundaq. Bu aile qurish muhim, lekin buningdan muhimi bu aileni baxtli saqlash, baxtli yashash. Bu bugungi kunda biz Sharq Turkistonlik muhajirat yashayotgan nurg'un oilalar topolmayotgan bir angushtar bo'lib qoldi. Nurg'un oilalarda ziddiyat, urush jidal, xafalık, to'y qilgandan keyin ajrashib ketirgan ahvollar xarilam ko'p. Buning har xil sabablari bor, lekin asosiy sababi, eng muhim sababi nima desa, odatda oila qurishdagi maqsadning, g'oyaning nima ekanligini bekitmaslik. İkinci, ailedeki ziddiyatni qanday hal qilishni bilmaslik. Üçüncü, qarshi taraf bilan qanday muomala qilishni bilmaslikdan nurg'un ziddiyat, nurg'un kelishilmasliklar hayotimizda yuz beryapti. Nurg'un erlar, nurg'un ayollar o'zining turmushidan rozi emas. O'zining turmushininki qalaymiqan bo'lganligidan har xil taraflarga erlar yüzünün ağınlarına yoki ahli ilmlarga, ayollar yüzünün ağınlara yoki ahli ilmlarga şikayet qiladi. Erim ani qildi degan bir qism ayolim mani qildi degan. Bunun en birinci tuzlashninki yo'li nima desa, birinci bo'lib bu to'y qilishdagi hikmat, g'oya sirni bilish. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va fi anfusikum yuqorida qarindishimiz o'qib o'tdi. Ayollarni sizning o'zingizdan yaratdi deb ashundoq dedi. Yani bu deganlik nima desa, Adem alayhissalomdan Havvo onamizni yaratgan. Demak, ayollar erning bir qismi. Ayollar erning bir qismi bo'lg'achqa, bu bir qismiga inson alohida erlarcha qanday qilish kerak? Ko'ngil bo'lish kerak, asrash kerak. O'zimizning qo'li bir qismimiz shundaymi? Putimiz o'zimizning bir qismiga tiken kirishdan ehtiyot qilamiz, tiken bayadi mangsak. Odatda ko'zimizni qo'limiz bilan qo'qdaymiz, bijnas kirib qolamiki deb. Shundaymi yo'qmi? Demak, inson o'zining a'zolarini qanday qo'qdisa, tikenlik yadi mengishdan, putuq tiken kirishdan ansirgandek yoki yo'lda mangan vaqtda ko'zlariga bir narsa kirib ketishdan ansirgandek o'zining bir qismi bo'lgan, ya'ni shu erning qo'g'isidan yaratgan bu ayolga mushundaq ko'ngil bo'lgan vaqtda, o'zining a'zolarini asirgan vaqtda birinchi bo'lib turmushda baxt saodatni, xotirjamlikni qo'lga keltirish mumkin. Shuning uchun mush oyatdagi va fi anfusikum degan oyatni ukimiz yaxshi o'qigan bir qarindishimiz ilmlik va buningdan keyin to'y qilganlar bo'lsin, mayli oilaliklar bo'lsin, ma ayol mening bir qismimkan. Men o'zimning a'zolarini asirgandek ma ayolni asırışım kerakkan degan haqiqatni tunuyalasa erlar inshaalloh Allah subhanahu va taolo bu ailni xotirjam qiladi. İkincisi, aile har qanday vaqtda amaliyatga uyg'un, ya'ni baxt saodat, xotirjamlik desa o'ylab qolmaylikki, bu ailede ziddiyat yok, qat'iy xafalık yok,
kelişenmeslik, tushunishmaslik yo'q bo'lsa andın baxtlik bo'lg'ini bo'ladi deb o'ylab qolmayli. Chunki bu hayotda, mush bugungi hayotimizda tarixdan buyon insonlar o'ttirisida mayli oti bola bo'lsin, akufku bo'lsin, ayol bo'lsin, och singil bo'lsin, bularning ichida kelishilmaslik, tushunishmaslik bo'lib turadi. Bu bir haqiqat. Allah subhanahu va taolo mushundaq yaratgan. Her qandaq bir insan, yani bir insonga selishtirgan vaqtda cho'qim buning o'xshamaydigan taraflari bor. Birisi-birisiga mijozda o'xshamaydi, axloqida o'xshamaydi, gapsizda o'xshamaydi, jismida o'xshamaydi. Shun Qur'oni Karimda sizlarni xilma-xil yaratdik deydi. Xilma-xil yaratish Allohning bir qudrati. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda turmushda xapliq bo'lish ehtimolligi har qanday turmushda bor. Chiqishamaydigan tarafning bo'lishi har qanday turmushda yuz berdi. Nimish qadisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kullu ibnu adama xato. Har qanday odam bolasi xatolashidir dedi. Buning ichida ermi bor, ayolmi bor, dadimi bor, bolimi bor. Undaq bo'lgandan keyin xatolashish har qanday insondan sodir bo'ladi. Xatolashganni tuzitishning yo'li nima desa, mush hadisning o'zida o'zining xatoligini tuniganlar, buningga pushmon qilganlar va xayrul xattoin at-tawwabun dedim. O'zining xatoligini darhol tunib, mushun tuzlashga, xatolikni birinchi Allah bilan bo'lgan xatolikda Allohdan mag'firat talab qilish, insonlar o'zaro birisi-birisiga o'tkazgan xatoliklarni afv talab qilish, kechirishni talab qilish, bu xatolikni yo'qotishninki yo'li shu. Shuning uchun ikkinchi bo'lib turmushda cho'qim xapliq, ma'lum kelishilmaslik, ziddiyat bo'lishi mumkin, lekin buni chiroyli uslubda hal qilishni bilish, mana bu turmushda xotirjam bo'lishning yo'li shu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shuna ayolningki bu erning agri qo'g'isidan yaratilganligini sifatlagan vaqtda nima degan desa, ayollar erning agri qo'g'isidan yaratildi. Sen bunu tüp qilaman desang, uni sundirib qo'ysan. Agar uning bilan yashay desang, agirligi bilan birga yashaysan degan. Demak, har qanday ayolda ma'lum erlar rozi bo'lmaydigan, erlarga yoqmaydigan, erlarning ochig'ini keltiradigan mijoz axloqchi har qanday ayolda bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ummahatul mu'minin, bizning onalarimiz, şu Peygamberimizning ayollarimi Peygamberimizning xalq qilgan vaqtlari bo'lgan. Naroz qilgan vaqtlari bo'lgan. Peygamberimiz bu ayda naroz qilsa, xalq qilsa, o'zi odat davlatning rahbari, qo'mondoni, askariy kuch hamminasi bor. Ayda turib, meningcha hech qaysinglar Peygamberimiz o'zining ayollarini uğan ya esib qo'ygan, qamchilagan bir narsani hech joyda anglamadinglar. Shundami yo'qmi? Hech kim anglamadi. Xalq qilgan vaqt Peygamberimiz nima ish qilgan desa, bir aygıçılık özünün ayarlarını taşıp etken. Ayalının yeniği yakın bağmaslıkla çıdiyalıgan. Bizden erlerimiz söylese gündüzde gümbanıştıp vurduğun akşamı bir gün mü olsa jirak başka yerde turay, kotunun yeni tuğmay deyişki çıdımay, yani şu uğan kotunun yeni girip yaşaydıgan gepimde. Manda kotunun bir taraftan çıdımaydı, yani bir taraftan zulüm kılıdı. Kotunla edepleştiğin yolu kapkıya vakitte Peygamberimizin uslubu, Peygamberimizin doğrusu ne olduysa, xotinni tashib o'tish, yeniga bormaslik, endi birga yotmaslik. Bu eng ayolga nisbatan zarbi bo'lgan, ayolning yomon axloqini tuzitadigan uslub mushu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mushu uslubni qo'llangan. Shuning uchun erlarimizdan turmushda xapliq bo'ladi, bu turmushningki xapliqini hal qilish uslubini o'rganish lozim. Peygamberimizning hayotidan va shundaqla burunqi salaflarning hayotidan va bugungi kunda mushaqda yozilgan nurg'un kitoblar va nurg'un leksiyalar va buningdan foydalanish lozim. Uchinchisi, xotirjam, baxtli bo'lishning uchinchi yo'li nima desa, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda ko'rsatgan, har qanday erning, har qanday ayolningki umumyuzlik bir musulmon degan hamma tarafdan aski bo'lmaydi. Mayli ayol olsun, er olsun, madem %100 hech qanday yeri bo'lmaydigan shaytonga o'xshash odam degan olmaydi. Cho'qim har qanday insonninki go'zal taraflari, go'zal axloqi, go'zal mijozi bo'ladi. Shuning bilan birga
ma'lum yaxshi ko'rmaydigan yoki insonlar so'ymaydigan mijozi har qanday insonda bo'ladi. Shuning uchun bu insonni malaikadek tasvirlab muomala qilmaslik. Ayolmi, ermi? Xuddi gap qilsa payg'ambarimizning ayoli mandiqdi. Payg'ambarimizning ayoli mandiqdi deb erlar u gapni qilgan, lekin payg'ambarimizning ayollar qilgan axloqininki o'nning biri u erdi yo'q hamda. Nurg'u vaqtda ayollarmi payg'ambarimiz o'zining ayollarini umabdigan, tillamabdigan go. Sen anda qilding da'vatgan payg'ambarimizning ayollarida bor axloqning o'nning birichi u ayolda yo'q hamda. Biz halqa burun qila mayli payg'ambarimiz olsun va salaflar olsun, ularga o'zimizni selishtirib, ayolninki sen nima ish qilpalaandek bo'lmaysan. Masalan, yoki erning sen palani ayoldek nima ish bo'lmaysan deyish haqqi yo'q. Chunki biz mush bugungi kunda shu ayol shu o'zining eri bilan yashayotdi. Palandek olmamsan deganlikning o'zi palandek qilib qo'ygan olmaydi bu odamni. Bugungi mush muhit, bugungi vaziyat, hayot har qanday insonning axloqiga, mijoziga, meng'ishtirishi, gap so'ziga ta'sir ko'rsatadi. Bugungi amaliyotga uyg'un yashash kerak. Amaliyotga uyg'un yashagan vaqtda biz o'zimizning ahvolini yaxshi tushunib yashagan vaqtda uningdan keyin yaxshi yashag'ini bo'ladi. Şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yafruku mu'minun mu'mina in kariha fiha khuluqan ahabba akhar. Her qanday bir ayol olsun, er olsun, qarşı tarafning %100 hamma tarafdan eskimavi, hamma tarafdan buzuq degan gapni qilmasin. Unda buzuq deb qaramasin. Yaman ko'rgan tarafi olsa, cho'qim yaxshi ko'rgan tarafi bo'ladi degan. Her qanday erning, her qanday ayolninki cho'qim birisi-birisini yaxshi ko'radigan tarafi bor. Yaxshi ko'radigan tarafi bo'lmasa 5 yil 10 yil birga yashamaydi. 4-5 balaning ota-onasi bo'lmaydi. Shundami yo'qmi? Bala qancha deys 4 bala, 5 bala degan, lekin onda eski, manda eski deb tilgan birisi-birisini. Bala qancha 5-6, bas uningdan mijiq. Ey, onda eski xotindinmi 5 balani qanday topding? O'zligidan bo'lib qoldim bu bala, deys qarab o'tirdimda. Şu er ayollik degan şu yaxshi ko'rgan vaqti bo'lgan ish. Bala degan yaxshi ko'rgan vaqti bo'lgan ish. Alloh bersa. Shuning uchun 5 balaning, 3 balaning ota-onasi bo'lib, yana erdan shikoyat qildigan yoki ayolni umumiylik eskidaydigan bu axloq bir musulmonga nisbatan loyiq emas. Cho'qim yaxshi ko'rgan vaqtda u bala bo'lgan, xafalık bo'lganmi bo'lgan, ziddiyat bo'lganmi bo'lgan. Lekin bu ziddiyatni chiroyli uslub bilan hal qilish lozim. Dördüncüsü, insanlarga muamele qilgan vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari bayan qilgan bir hadis var. İsta'zana raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem faqal Resulullah bi'sar racul. Bir adam Peygamberimizning yeniga kirishga ruxsat so'radi dedi. Ruxsat so'rabdi Peygamberimiz hazab tayini yo'q bir adam var o. Kabilesim şunda bir načar kabile dedi. Degandan keyin bu adam Resulullah'ın yanına kirdi, ruxsat qildi tabiiy holda. Resulullah'ın yanına kirgandan keyin Peygamberimiz bu adamga qartacho desa, shunda chiroyli kulib turgan gap so'zlari shunda siliq, nayt yaxshi muomala qildi. Yaxshi muomala qilib bu adamga gapini angladi. Birdam o'ltadi Resulullah'ın yanında, uningdan keyin bu adam chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin Ayşe anamiz so'rgan, "Ya Rasululloh, bu adam kirdigan vaqtda hazab nachar adam, qabilasimi shunda yaxshi emas deb sifatildingiz. Kirgandan keyin hazab chiroyli muomala qilib, yaxshi gap qilib yo'lga soldingiz." deb ashunda degan vaqtda Peygamberimiz biz bir adam yanimizga kirsa, onunga yaxshi gap qilamiz, yaxshi muomala qilamiz. Nima uchun desa, mendan qochmasligi uchun, meni yomon ko'rib qolmasligi uchun, mendan qochmasligi uchun men shunga yaxshi gap qilaman degan. İmam Bukhari rahimahullah mush hadisning oldiga babga ism qo'ygan vaqtda bab mudaratun nas deb ism qo'ygan. Ya'ni buning ma'nosi nima desa, bu mudara deganning arab tilidagi ma'nosi nima desa, kishilarga muomala qilgan vaqtda siliq muomala qilish, yaxshi muomala qilish, chiroyli gap qilish degan ma'noda. Mush hadisdan olimlarimiz har qanday inson, hatto o'zininki yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lsa-mu,
bu yaxshi ko'rmaydigan odamga musulmonning mas'uliyati nima desa, buningga yaxshi gap qilish, chiroyli muomala qilish, kulib muomala qilish deb mush hukmni shu olimlarimiz olgan. Demak, bundaq kulib muomala qilishga, silih gap qilishga, chiroyli gap qilishga eng ehtiyojli, eng zarur bo'lgan kishi kim o desa, har bir insonning ayoli. Har bir ayolga nisbatan shu ayolning eri birisi-birisiga shu eng silih gap qilishga, eng yaxshi muomala qilishga ehtiyojli nima uchun desa, oilaning xotirjam, baxtlik yashash uchun. Shuning uchun jamoatlarimiz, hozir bir qism qarindoshlarimiz bor, salom qilsa salom qilmaydigan. Gap qilsa chiroydan bir xopiliq yiqib turdimda. Dushmanlik yiqib turdi. Bu musulmonga yarashadigan ish emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masalan kalima tayyiba sadaqa. Ya'ni bir yaxshi so'zning o'zi, chiroyli gapning o'zi pul xarjlab sadaqa qilganning o'rnida mukofot berildi dedi. Yani bir hadisde tebassumuka fi vajhi akhika sadaqa. Sen o'zingning qarindishingga, musulmon qarindishingga chiroyli illiq açkan chiroy bilan muomala qilishing sadaqa dedi. Nima uchun desa, inson odatda iqtisodiy tarafdan yordam qilgan odamni yaxshi ko'rdi, shunami yo'qmi? Bularni ehtiyojli bo'lgan vaqtda yordam qilgan kishilarni unutmaydi. Payg'ambarimiz bu yerda deydi-ki, bir insonga chiroyli muomala qilishning o'zi, illiq bo'lishning o'zi xuddi pul xarjlagandek deb ko'rsatyapti. Qani bu axloq? Albatta bu hadisdan her bir insonning o'zining ayoliga, u ayolning eriga nisbatan cho'm mushundaq illiq muomala qilishi, kulib turishi, silih gap qilishi bu oilaning baxtli bo'lishiningki eng muhim ochqichi. Eng muhim ochqichi shu. Shuning uchun her qandaq inson, her qandaq qarindishimiz mayli bugun to'y qilgan yigit bo'lsin, mayli oilaliklar bo'layli, cho'qim oilaga nisbatan cho sirtda o'zining do'stlariga shundoq silih muomala qildigan, uyga kirsa xuddi yo'lvasdak uyga kirdigan mushunda erlavamdi. Bu erga yarashadigan ish emas. Dushmanning oldida hech nima qilolmaydi, lekin uyga kirgan vaqt shu o'zining ayolini dushmandan olamagan dadini ayoldan oladimda. Jiq anladik. Paychak o'ynab ziyon tassa xotin urdigan gap. Dollar vazirga verib ziyon tassa xotindan oldigan gap bu dadni. Ma hammasi bir musulmonga yarashadigan axloq emas. Musulmonning ishi emas. Shuning uchun qarindoshlarimiz İmam Shafi'ning bir she'ri bor ekan, men kishilarga, mening hatto dushmanimga, ya'ni yomon ko'radigan odamga salom qilaman. Salom qilish orqali maqsadim nima desa, uning yomonligidan saqlanish, eskilik qilishidan saqlanish uchun salom qilaman degan. Shuning uchun biz tabiiy holda ayolimiz, ayolga nisbatan ercho bu bisiga dushman emas. Bular boksirchi emas. Bisilar mushishadigan yoki bular urush maydonlaridagi dushman emas. Balki birisi-birisiga kuyinishga buyurilgan, birisi-birisiga yaxshi muomala qilishga buyurilgan, birisi-birisiga Allohning katta ne'mati bo'lgan, baxt saodatdan iborat Allohning bu ne'matini oshkorlashga buyurilgan bir jup oila bu. Shuning uchun bu oilani asrash, bu oilada baxtli yashashga tirishchilik qilish, bu oilada ziddiyatning oldini olish, xapliq bo'lgan vaqtda chiroyli uslubda hal qilishni bilish, o'rganish bu har bir musulmonningki mas'uliyati burchi. Oxirisda qiziq taplab qo'ydigan bir og'iz gap, bir hadis payg'ambarimizning hadisini asıltimiz. Yuqorida gapning ko'p qismi ergi bo'ldi. Ayol qo'pab, zodi er mening xizmatchimdek shu meni rozi qilish qilam. Ishlasa bo'ladi ekan deb o'ylab qolmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي الأبواب شئت. Eğer ayol kişi iman etgandan keyin özünün 5 vaqt namazını o'qisa, namaz joyida bo'lsa, Ramazanını tutsa, özünün eriga bo'ysunsa, bu ayolga qiyomat kuni jannatning qaysi ishkidan kirishni xohlasangiz, shuningdan kiring deb
buyruq qilinadi dedi. Demak, mush hadisda payg'ambarimiz ayolga nisbatan xuddi ergi bo'ysunishning vojibligi, zururligini namoz o'qish, Ramazon tutish bilan o'xshash barobar ekeldi. Shuning uchun har qanday bir ayol, musulmon ayol mening uyrimga bo'ysunish, mening gadinimga vojib. Namoz o'qish qanday vojib bo'lgan bo'lsa, Ramazon tutish qanday vojib bo'lgan bo'lsa, hijab atish qanday vojib bo'lgan bo'lsa, menga nisbatan mushundaq vojib deb tunish lozim. Erni rozi qilish mening jannat kirishimning yo'li deb tunish lozim. Mushundaq tunigan vaqtda cho'qim bu oila baxtlik, xotirjam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bugun to'y qilgan yigitni va shundaqla mushada o'ltagan hammamizni baxtlik, xotirjam oilalardan qilsin. Kallimizdagi har xil ziddiyatga, xafalik sabab bo'lgan ideya, fikrlardan Allah subhanahu va taolo yiroq qilsin. Oilamizni fitna fasoddan qo'g'disin. Bizni xotirjam, yaxshi yashab, o'zimizning avlodlarini jonliq yaxshi tarbiyalashga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk. Allohim razı olsun.